ayolni borku, siz bilmagansiz. Xudoyim taolo peshonamga bergan. Tushundingizmi? Men rizqim bo'lgan, tushundingizmi? Sizga emas. Kela bu yerda tekshirmaydi, siz talbalarni tug'iladi. Nima tekshirmayman? Yo'lni tug'iladi. Nima tekshir? Berkin, oling, komandir. Qarang. Oling, tovuq qilgani yo'q buni. Berdim, de. Berdim. Shu yashashmi ayolda, yashashmi shu? Mana sabzi tozalagich men qarang. Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Qanchalar qovurganda qarang, chumoli bosib, qarang, pomidor kutigacha qarang. Qanday uxlayapsiz siz ro'zlarda? Bu yoqqa keling, mana uni oling. Mana qarang. Mana uni qarang, ustini qarang, changini, kirligini. Shu ro'zlarda endi, shu erkak yashayapti siz mana qarang. Mana uni qarang, choynak. Qarang bu yerda tortanakni qarang. Mana changni qarang, mana kirligini qarang. Oling mana. Xaladin ustini. Shuni ishlatasizmi? Mana kirligini qarang. Ushlab bo'ladimi shuni? Xaladin. Ballar qilsa siz bor-ku, ballar qilsa. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Men sizga aytib edim, mana 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasi. Hozirgi qaymoq ayanda anaqa odamni. Ittalab chiqardimda, qaymog'ini oldim bachalar. Men unga demayapman, bu yoqqa keling. Boshqa sayt. Buni hamda sabzilarda aytibdi. Tepadagi sabzichi. 2 kun bo'ldi, necha kun otib qo'ygancha qo'yib qo'ydim. Yo, ortiq qotib qo'yavering, lekin tozalikni qarang. Bachalar qo'yibdi-da, o'zlaringiz. Xaladin ichini qarang. Hozir men sizga mana ayolga ham aytdim. Erinmaymiz, mashinalar guvoh ikkalamiz. Meni mashinamga o'tirasiz, olib qo'yaman uyingizga. Bizda ro'zg'orni borib ko'rib chiqasiz, hamma joyga kirib. Nima uchun men ro'zg'orimda hamma narsa toza turadi? Nima uchun hammamiz shunday yashaymiz? Men o'zim maqtash uchun aytmayapman. Agar sizni tanqid qilib, o'zi qanday ekan deb qiziqishingiz mumkin-da, keling. Bilmayman, stolbalarni tekshirish yo'q-ku. Uni ham o'zining egasi bor. Nima Shu oydan beri gaz kelgan ayol gaz. Assalomu alaykum. Nima gaz kelmaydi? Oshxonangiz tug'ilgan emas. Qanaqa Dodini beradi TV, matbuot, hatto qutqarolmas AQSh senatori birovning uyiga kirib solsa dod, deylik, Kaliforniya gubernatori. Bizning hokim esa bilmas ekanda, chegara bor shaxsiy daxlsizlik degan. Birovning uyiga kirib berganda, uyingni tozala esini yegan. Hokim, sening boshqa ishing yo'qmidir? Bir qara, u xotin ochmi, to'qmidir? U aytgandek gazga, svetga qara. Qo'lingdan kelgani quruq do'qmidir? Xalqqa ham xush kelmas, prezidentga ham. Zo'r taftish qildim deb bo'laverma mast. Bu lavhani ko'rsa yevropaliklar der o'zbekning hanuz IQ'si past. Nyu-York meri bo'lib bu ishni qilsang, qondoshlaring derdi endi netasan? Sen qo'rqmasang bo'lar, menimcha endi yana ko'tarilib zo'r bo'lib ketasan. 4 yildim.